bitta milklarimizni davolab beruvchi ekan. Mani birinchi kasalligim tishimni kasalligi, parodontoz kasallik bilan kasallangan edim yoshligimdan. Ana u nima edi u? Safedasha bioreakta, ana Milk kasalligi. milk kasalligi. Постоянно og'zim hidlanib, qon bo'lib yurardi. Mana shu tishimni birinchi xaritim ham shu bo'lgan. Shundan keyin kirib shu kompaniyaga, korporatsiyaga kirib ketdim men. Har bitta mahsulotini o'zim ishlataman. Shu ishlatganim bo'yicha insonlarga reklama qilyapman. Mana dezodorantni. Mana shu dezodorantni qaranglar qanaqa qilib ishlatganman. Dugonalarimga gashtakka o'tirganman. Bitta dugonamga shuni sotganman. U kishi erlari kasalligi uchun asabdan ko'p qo'ltiqlarini tagi hidlamaydigan bo'ldi. Oldin bo'lmagan. U kishini xo'jayini asab kasal bo'lgandan keyin dugonjon shuni ishlatib ko'ring dedim. Bu qarang, terlashni oldini oladi. Основной bu klinik davrida juda ham ko'kraklarimizda tagida, qo'ltiqlarimizda huzur baxsh etadi. Hidini ham oldi dugonamni, terlashni ham, lechebni quritib ham berdim. Men buni o'zim bitta qo'ltiqimni tagiga qo'yib, bittasiga surtab, bittasiga surtamasdan sinab ko'rganman. 3 kun bitta qo'ltig'imni tag'i chilib, bittasi qup-quruq yurgan.